Xush kelibsizlar. To'xtang, yo'tal ol. Pista tiqildi. Bo'ldi, все. Norozi bo'lganingizni qarang, chaqqanimga. Mana tiqildim o'sha. Hikmat debdi aka, chaqmay turing deb. Bo'ldi, все. Mana endi boshlaylik. Normal. Suv icha olasizmi aka? Voy zo'r bo'ladi. Yo'q-da. Bo'pti. Yo'q. 20 ming pistani olib, bitta suv ham qo'yib qo'ymadingiz-ya. Assalomu alaykum. Anchadan bir ko'rishmadik. Bugun Salomat bo'linglar. Pista shouda Nexel jamoasi. Savollarni prямой efirda yozsanglar bo'ladi. Voy, bilan voy, o'zi yomon bo'ladi. O'zi xudo xolisi bor-ku, offline qilish kerak. Mana shu formatda bor-ku. Offline qilsanglar, o'zimiz tib qo'yib pala yozib o'tirib beraman. Fayzimga kelishadi odamlar ishoning. Xush kelibsizlar yana bir bor. Tomoshabinlarga ham assalomu alaykum deb qolamiz do'stlar. Bugungi mehmonlarimiz borligiga shukr. Nexel jamoasi. Bular bilan kecha va kechadan oldin yangiliklar haqida xudo xolisa gaplashamiz. Birinchi sekin o'zingizlardan boshlaymiz aka. Qani, nima savol bor? Historiyaga qaytamiz. Historiyaga qaytamiz. Xo'p, kecha savol berdim. Aka-ukamizlar, yo'q, yoshlikdan bitta mahallada o'sganmisizlar deb. Yo'q. Yo'q, biz o'zi anaqa bitta maktabda o'qiganmiz-da. No, maktabda o'qigan paytimizda bir-birimizdan sushtovать qilishimizni bilmaganmiz. Sinfdoshmas? Yo'q, sinfdosh. Parallel bo'lganmiz. Rus sinfda o'qiganman o'zbekistonda. Yosh bir xil-a? Yosh bir xil. Ha, hamma одногодка, прям bitta patokda, no biz shunaqa taqdir taqozosi bilan maktabdan keyin tanishganmiz. Bir-birimizni boshida yoqtirmay, как оно бывает-da, keyin o'sha yaqinlashib ketganmiz. 10 yil oshibdi birpasda ham. To'g'ri. Ha, 11 yil bo'libdi. Urush ko'rmagansiz? Yo'q, onasi bo'lmagan. Lekin buni uspexini ham bilaman. Nimaga unaqa bizani oramizdan nimadir o'tmagan? Nima tema bo'lsa, hammasini gaplashamiz. Запретный tema yo'q-da, nimani gaplashishimiz kelsa, Nimadir yoqmasa, sразу o'tirib gaplashib olamiz. Nimadir недовольный bo'lsa, saqlab, yig'ib, bunaqa yurish. Men savolim emas, prямой efirdan keldi. Siz kuchlimi yo Sardor aka kuchlimi yo Jasur aka? qo'yaman. Ha, okey. Soch ketib qolsa. Oktagonda bo'yimizni ko'rasizlar yaqinda. Jasur qaydasan deb chiqib kelsa bitta. Qanaqa savol beradi? Sardor aka ko'proq yaxshi ko'rasizmi, onangizni? Nima? Hozir oq emas, yashil bo'lib ketaman. O'shaning bu savolga javob ber. Noto'g'ri javob bersa, Hozir. No, yelkamda o'sha kim kuchli? Menga ham qiziq shu savol. Lichkaga yozaman. Xo'p, akalar, bitta reelsim bor edi. Shunda savolim o'sha paytda o'zi bo'lgan, mana shu taqdir taqozosi bilan o'zingizlarga savol shu javobini olaman, xudo xolasa bugun. Bo'ldi, aka, kelyapman dedim-ku. Voy, tushunmadim. Mashinamga xizmat qilmadim hech qilib. Nogiron. Oyo yurmaydi degan emas. Hisob bersin sizga ham o'zi. Oyo ishlamaydi, lekin dastlabki tirikchilik aybi yo'q-ku. Yana kech qolib yuribsanmi? Tezroq olib borib ber, nogiron. Yigit kishini omadi bilan o'ynash bo'ladimi? Xudo insof bersin sizga ham. Jonga tegding, yanasanmi? O nogiron. Olaravering chetroq. O'ng qo'l qoidasi mani yo'lim-u. Captiva'da o'tirib olib, arava deng. Bilmasangiz bilib qo'ying. Bu yo'l sizdan ham, mendan ham oldin bo'lgan. Sizdan ham, mendan ham keyin qoladi. To'xtang. Nima demoqchi bo'layotganingizni bilmayman. Sizdan oldin o'zim aytaman. Tushunmadim. Tanangda bu jon ham ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham izlasang topilar har mushkulga iloj gar zamonga boqmasang boqmas zamon ham sandanam mandanam undanam bundanam bizdanam zo'rdanam qolar bu dunyo. Qo'lga tushdingmi? Mana aka, gamburgeringiz. Gap bo'lishi mumkin emas, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Aka, hozirgi kunda dastlabki nogironni O'zbekistonda trendga olib chiqqan bola siz bo'lasiz. Biz bo'lamiz aka. Gap bo'lishi mumkin emas, siz bilan 2 kun oldin kechqurun 2 da ko'rishdik. Sizga bitta savol berdim. Men endi o'sha xalq oldida beraman. Aka dedim, hayotda men bilan lo'p kelsangiz, endi videoda ko'rgansizda, ustimdan kuladigan yo kuldirib qo'ygan bolaga o'xshar ekanman desam, nima deb savolimga javob berdingiz aka? Obraz boshqa, hayotda boshqa ekan. Ha, shu o'rtoqlar nima deyman? Bey Parvardigor, hammamiz xato qilamiz. To'g'ri, shu videoda xato qilgan joyimiz bordir. Men lekin yumorga qarshi emasman. Bir xil ibratni yoqtiradi, bir xil yumor yoqtiradi. Birinchi o'zingizlar chiqazgansizlar buni, to'g'rimi? O'zingizlar chiqazgansizlar, keyin o'chib ketib qolgan. Biz reaksiya qilganmiz bunga. Keyin o'chib ketib qolgan bu video.
keyin bittasi ochganda kollab bilan yana boshqatdan chiqqan. Endi sal boshqacharoq beramiz savollar. Ha. Ocha olamizmi buni istoriyasini? bemalol Ocha olamizmi? Вообще, да, anaqa yo'q, любой savolga javob beramiz, в принципе. Bizada o'zing boshlaysanmi yo o'zim mana qilib ketaveraymi? Bizda video olganimizdan keyin, imенно bularga parodiya qilgandan keyin qanaqadir xalqning Nafrat. negativini prям uyg'otib yubordida bu narsa. Bu bo'lmasam eski video bo'lgan. Parodiya qilib chiqqanmiz. Direktlarga, kommentlarda, lichkalarga so'kib, mana bunaqa оскорбление личный shaxsiyatga o'tib ketib qoldi-da bu narsa. Kim sizlar tomongami? Yo'q, ulargami? Da. Juda katta negativ bilan shaxsiyatga o'tib ketib qoldi. Massivida. O'shanga bu yerda maqsad nima bo'lgan? Buni olib tashlab, yana mashina olib, videoni ikkiga bo'lib olish, yarmi bizaniki, yarmi ularniki. Ular biza tarafga aralashmaydilar, biz ular tarafga aralashamiz. Oxiri переделка bo'lganmi yoki butun video boshqa Yo'q, butun video переделка bo'lgan. Переделка наоборот qo'shganmiz, 3 ta qo'shilgan. Ha, oxirida bitta dastavka emasda, u yerda 3 ta narsa qo'shilgan. Mana o'zi ma'no nima edi? Mana prям откровение aytib beradigan bo'lsa, mana aytyaptilar, mana sizlardan oldin ham mana gapirib bunaqa tema chiqishardi, sizlardan keyin ham bo'ladi, uverima. No sizlarniki prям strelять qilib qoldi deyaptilar. Akasida ota-onalari o'tib ketgan ekanda. Mani o'rnimga o'zingni qo'ygin deyaptilar-da. O'sha kechasi ham ko'rishib gaplashib olganmiz-da bu telefon. Mani o'rnimga o'zinglarni qo'yinglar, o'lib ketgan ota-onaga onadan so'kib yozishyapti-da. Tushunasizmi? Bizani fan bazi ularga переслать qilyapti-da. Men ko'ryapsanmi, onadan so'kib mana shunaqa yozishyapti-da. Men har bittasini bularni ushlab, mana bitta gaplashib yurish menga anaqa deyaptilar-da. Лучше mana anaqa qilmaylar, давайте просто мирный qilib, bir-birimizni anaqa qilib video qilaylik dedilar. Undan keyin ochiqladi. Biz тем более u paytda откровение aytadigan bo'lsa, endi yo'limizni boshlayotgandik-da. Endi o'zi parodiyalar, birinchi strelять qilib qolganlarida bu. Endi kirib kelgan edik. Bu temaga O'sha eng katta menimcha xalqqa ko'ziga tushgan и обсуждаемый video bo'ldi. Yo'q, o'zi bizani vzrыв ham, boom ham mashina orqasidan bo'ldi deb smelo ayta olamiz. Yo'q degan videodan keyin boshlandi. Yo'q, o'zi endi tegi, no masshtabniy parodiyada bu, parodiya направлениямizda mashi. U sizlar chiqazmashinlardan oldin unchalik hit bo'lmagan ekan bularga. Hech qachon menga личностьga o'tmagan hech kim deyaptilar. Sizlardan keyin sizlarning fanatlaringiz просто вообще mana личныйga o'tib ketdi. Men o'zim ham otamni yo'qotganman-da. Men больной точкамga o'sha frazalar urib qolganda, mani o'rnimda bo'lsang nima qilarding degan. Anaqada men o'zimda ham men tushunaman-da, просто человеческий faktor. Men o'zim ham otamni yo'qotganim uchun, menga ham tegan bo'lardi. Men ham nada bo'ldi borib eshitib so'rab olardim degan narsa bo'ldi. O'shanga lekin откровение aytaman, bironta bitta ko'pchilik kommentariyada bizaga keyin ozgina orada qarasa ko'p emas, 100% deb qoladigan bo'lsa, 2% kommentariyalar mana bunaqa duxiylarni yechyapti-da, balobatar. O'tda nima duxi yechadigan nima narsa bor? Xo'p, kirayda ham nima bo'lardi-da? O'tda absolyutno unaqa narsa yo'q, просто hurmat yuzasidan, okey, положениeni tushundim, zo'r. И o'sha payt qaytanga bu plyusimizga ishladi bu situatsiya. Bizdan faqat yangi video qo'yyapmiz-da, например, boshqada kommentariyada nogiron arava qani. Bu temadan vashi chiqib ketdi. Чтобы odamlar bizani faqat mana shu obrazda eslab qolmasin. Zaложник ham o'qiyotdi. Shunaqa. Hamma o'shani kutyapti. O'sha obraz. Yaxshi ham bo'pti o'zi qayta chiqdi. O'zi qayta ham plyus bo'ldi. Разнообразный bo'lgani ham zo'r. Undan keyin 7 ta personaj yaratdik-da biz. 7 xil personajlar yaratdik. Obrazlarimiz ko'p. Такой передаваемый momovin. Birga chiqazib turibsizlar u obrazni. Qaysi? Nogiron obraz. Yo'q, endi orada kambag'alni, nogiron emas, kambag'al. Konkretni ularni parodiya qilib, umuman unaqa qilmaymiz o'zi. Tushunasizmi? Konkretni ularni videolariga nimadir parodiya qilib. Chunki men haligacha ham xohlamaymiz, ularga nisbatan bu narsa o'zi vashi kimni parodiya qilsak, biz replaylarni ham stilni qilib chiqqanmiz, abvanslarni ham stilni qilib chiqqanmiz, ham videolarini qilganmiz. No biz xohlamaymiz, mana ularni parodiyadan keyin shaxsiyatga o'tib ketib qolish. Ular rostdan yomon ekan. Bizda ko'plar auditoriya boshi shunaqa o'ylardi. Biz kimni parodiya qilsak, значит ular yomon, ularni davka qilish kerak deb. Ularni yomon ko'ramiz deb o'ylashadi. U просто yumorda. Ko'pchilik boshida mana shunaqa воспринимать qilmasdi. No hozir men kimni video parodiya qilib chiqsa ham, например, уже bo'ldi, правильно воспринимать qilishadi. Bularda konkretно просто стебать qiladigan yumor ekan. Pasilda bera olibsizlar, normalniy to'g'ri qilib. Storieslarda gapirib, Mirni normalniy hal bo'lgan. Kim bir-biriga davka qilmagan. Nimadir даже дальше bo'lib ketgan joylarimiz ham bo'lmagan. Просто gaplashdi, просто по-человечески, bizda ham просто понимание bo'ldi situatsiyaga. O'shanga. Yana bitta video.
Nodijonim qarasanki gul o'g'irlab kelyapman magazin yaxshi kim bilmasin. Nodijonim. Va men o'tib ketishyapti Nodi. Jizmaramsga men kutasanmi jonim? Va qaytib kelsan. Qo'yib yuboringlar. Qarang, halingda aytdinglar-ku mana. Hali net Nima? Ssenariyni bir hafta yozganman. Og'ir bo'lgan. Har bitta so'zi detalli. Bo'g'izi ona haqida video. No, olishga bir 30 sekund ketibdi. Ona haqida. Ona haqida. Birinchi qism tugadi deyilgan, chunki dalshi ssenariy topilmagan. Rashgacha olganmiz-da, dalshi kelmayaptimi? Bo'ldi, birinchi qism tugadi chiqarib yuborgan. Bizda mana Hamma kutadi. auditoriyaga novostda zo'r edi. Hech qachon ssenariy bo'lmaydi bizda. Mana play knopkasi bosilmaguncha kamerada bundoq nima deyishimizni o'zimiz ham bilmaymiz. Absolutno tekst ham yo'q, ssenariy ham yo'q. Play bosgandan keyin miya ishlashni boshlaydi, nimadir improvizatsiyada o'ylanadi. Nomini aytmaymiz, bitta reklamani olganimizda ham mana shu oxirida ssenariy kelmay qolgan. Birinchi qism tugadi deb chiqarib olganmiz. Lekin успешный uchgan. Prям yomon uchib ketadi, editlarni o'zi bilan ham Oxiri qanaqa tugatishni bilmasanglar, oson. birinchi qism tugadi. Bo'ldi. Odam aslida zo'r ikkisi chiqishini fakti. Hech qachon chiqmaydi. Chiqmaydi. Hech qachon chiqmagan. Zo'r, yaxshi. Yo'q, короче, bitta anaqada bordi, syomka qilganmiz-da. Men turibmiz, o'sha bo'ldi, syomkani boshlash kerak. Bo'ldim, tayyor, hamma kameralar qo'yildi. Tayyormisizlar? Ha, bo'ldi, rekvizit kutyapmiz-da, davomizda, короче-da. A o'ta просто ssenariy kutyapmiz-da. Ssenariy yo'q-da. Reklama уже tayyor, zakaz olib qo'yganmiz, puli ham tayyor, просто hali olib berishimiz kerak. Mana bunaqa operatorlar tayyor-da, bizda ssenariy yo'q hali. Rekvizitga yotidamiz, hamma narsa kelib bo'lgan. Iziga kelib olmayapti. Yarim soat o'tirib depressiyadamiz-da, endi hech nima kelmayapti, improvizatsiya bilan boshlab yo'q, lekin normalniy uchib ketgan. Yo'q, men uchib ketgan. Oha, вообще. Editleyasa, Ana слишком zo'r. Так что Nima video haqida gap ketyapti? Aytib bo'lmaydi. Zritellarga ham qiziq. Aytmaysiz, reklamadatsiyalar keyin. mana bu apparat obrazda oxirgi 2-3 tasi Daysiz kommentariyada topib yozasiz. Qaysi video to'g'risida gap ketyapti? Zo'r aktiv bo'ldi. birinchi qism tugadi degan video o'sha. Eshitdim sandagi o'rtoqda. Tinchlikmi? Ne his qilyapsan? Bo'ladigan qizim bor edi, nima deydi? Xo'p. Telefonida stiklosi sinib ketibdi, chil bo'lib. Shunga siqilyapsanmi? Siqilaman deb pulim bo'lmagandan keyin bitta bola bo'lib stiklosini hal qilib bera olmasam, nima qilib yuribman? Shuncha ishlab. Mayli o'rtoq, siqilma. Menda qo'shnimni tog'asini, jiyani, navarasini komada yotuvdi. Hozir dori olib borib bermasam, qusuq o'ladi. O'sha pulni san ishlata qol qizingga. Rostdan mangami? Eng prikol joyini aytaymi? Mana shu pauzani bering. Bitta anaqa profil bor-da, короче-da, magazinda, napitkalar sotadigan magazin. Mana shu videoni narezkasi bor-ku. Nima ichasan, nima olib beray deydi-da. Bu joy kelmadi yo'q hali. O'sha joy, o'sha hozir keladigan joy. O'sha narezkasini qo'yganida 12,5 millionta prosmotr bo'lib ketdi. Red Bullga reklama ketdi. Полный trend bo'lib ketdi keyin. Nima ichasan? Red Bull. Yo'q, mana shu joyda ham qarang, lekin ssenariy anaqa deyapsiz, lekin juda ham katta pasxalka bor-da. Mana bu yerda ham aytyapti-yu, anaqami qo'shnimni navarasini dorisin puli bor edi, lekin san ishlat. Bizda real mana shunaqa qolishadi-yu, sotsialniy olishayotganda birinchi qanchalik bechoraligini bildirib etib, keyin beradi. Yordammi anu. Anu ham vijdoni qiynalib ketib, qo'ysam kelmaydi. O'rtoq, onam uyga non olib ketuvdilar. No mayli, san ishlatib qo'yish. Bilasizmi, ko'rganmisiz? Shostikama chiqarlar. Hozir aka bo'lib. Abitga makra qilaman, abitga kelsa. O'ta chuqur ko'lash tilagi bor. Bizda bular emas, bular bizga tayyorlanib kelishdi. O'shani ham parodiyasini olamiz o'zingiz bilan. Aka, men bo'laman, uka siz bo'lasiz. O'zi yosh bo'yicha ham xuddi shu o'zi. Men gap yo'q, men tayyorman. Topamiz Matiz deb chiqaman. Damlinam o'lchab qo'yaman. Yomon rolga kirganlar deydi. Damlidan bunaqa o'tiribdi. Ishon ketaman deb. Hammasi yaxshi deb qo'yganlar. Sen o'qigansan. Hamma oldida mana o'tiribdilar. Nima o'zi? Ha, hech nima. O'tda o'zi davleniya apparati yo'q, mana bunaqa o'tiribdilar. Bilar charni qo'yadi. Mazam yo'q.
Yig'ochda boshqacha chiqadi-yu bu safar. hozir studiya mana qilib qo'yaylik. Qara, men suvli sotilar ekan, nima ichasan, senga men olaman. Pulim yo'q de o'rta. Men sendan puling bormi yo'qmi so'ramadi, nima ichasan dedim. Red Bull. Buqimni yeyapsan, bez gaz olib beraman. Hech qachon ko'rmaganman qizni chopib o'rtog'ini oldiga ketgan bolani. Hayotim davomida biron marta uchratmaganman shu bolani. Javob yo'q. Grammatni chopishadi. Yo'q unaqasi. O'zi ham Grammatni emas, boy. Mana men degani ham chopadi. Yo, endi uni aytib o'tirmaydi, qizimni oldiga ketyapman. Salla bilan bormayman demaydi-yu. Yo'q. Bu grammatni. Ana Borini aytsa, men to'g'ri tushunaman. yaqinda mazasi bo'lmay qoldi. Qizim bilan mazza qilman, telefon qilmagan desa Yo'q. mishat qilishni Nimadir uyalasiz o'zingiz. nimadir onam sal vaqt chaqirib qo'ygan edi. Yolg'on ishlatib, bu adam chaqiryaptilar. Hamda ana qizni yelkasida onam duosini olib yotibdi. Yelkasiga qizni yotqizib olib, uni orada deb. sizlar ko'proq nima anaqa anti ibrat desam bo'lar ekanda. Yo'q, bu narsani antisi. Ko'p anaqa chuqurlashib ana olib chiqayotgan temani sizlar Yo'q, chuqurlashib olib chiqadigan temani ham misol uchun ana bo'rtirib yuborishadi. Ha, 10x ta ko'rsatishyapti. Mayli, o'zimga ham pul kerak edi, lekin mana senga unaqa bermaydi-ku. Bersa ad dushi beradi yoki bermaydi. Anaqa, beramiz bir-birimizni. Men bu tushunmadim. Deb qoldi hozir. Mendan nimadir so'rasa, men qat'iy ishlatmoqchiligimni birinchi aytib, hammasini aytib, uydagilarimni mazasi yo'q edi, dori olishim kerak edi, lekin men senga sigaretingga pul. yarim insonni puli edi. Masjidga tashlamoqchi edim, no, men senga. Yo'q, bo'rtirib yuborishadi. Maksimal yoqtirmaydigan narsamiz shu. Ana xarakterimiz ham bir xilda. Ana prям billa ana qilganimiz uchun yoshlik paytdan beri xarakter ham bir xilda. Bir xil narsani prezident qilamiz. Ana keragidan ortuv ko'rsatib yuborish bor-ku, mana shu narsa. Yo'q, o'zi lekin chuqur roliklar yoqadi. Misol uchun chumolni ana roliki prям ko'zimni yoshlantirib yuborgan, ana. Hoppa, qani. Nima edi, ana. Dalada yugurib Ana xotini o'lib qoladi-yu, qizini o'zi bog'chaga olib keladi, boshqa ana qiladi. Qaysidir roliki bor edi, uni repeat Meni o'zimni prям esimda qolgani. Hech kim yoqqan. Men drogni qildirgani ana video bo'lgan. Ko'ram yoqqan, ko'ram yugurib, deb yuguradi, oxirida. O'shandan keyin men bular bilan o'sha rolikdan rolikni ko'rganman birinchi, o'shandan keyin men Menda ko'rmi? chumoliga ko'rdim. Shunaqa baqiralarni og'zi bilan chiqarib, ko'zimdan yosh oqizgan roliklardan bittasi o'sha. Ahamiyat bermaydi, o'sha qiz zo'r o'ynaydi rolni, bilasizlar. Ana chumolidagi qiz bor-ku, men восхищаться qilaman, hamma obrazlari real odamni ichiga olib kirib ketadi-da, bor-ku, real zo'r o'ynaydi. Tasavvur ham qilolmayapsizlar qanchalik ochko menga qilib berayotganinglarni. Menga ikkita video yoqadi bo'ldi. Menda pastga tushirib qo'ydilar. Menda bitta ana xotini erini boqadi-yu, kasalman, nogiron erini boqadi-yu, o'shanisi. Yo'q, voy, menda bittasi qolib ketibdi. Eng yoqqani yig'latgani bor bitta. Rostdan o'tirib, semeni yig'lagani emas. Короче, aka-uka bo'ladi, kira qilishadi. Vashi, Yo'q, prям men hech qaysi roliga manaqa bo'lmaganman. Mani ko'zga hajab unda. Nima? siz o'ynagan rolingizdan davleni o'lchayotgan joyingizda yig'lagan. Men anu joyda o'sha videoda men bunaqa yotganimda men yig'lagan-da, Ukam o'zi puli yo'q. Yo'q, nima dedingiz? Reально ani aql bilan ishlatma, nimadir dedingiz siz ham. O'sha yo'q, u ssenariy bo'yicha ketadi-da, to'g'rimi? Prям tekst Situatsiya beriladi, u yoq уже чисто improvizatsiya. Improvizatsiya. O'tda gap уже. Gap sal yemasa, уже обсуждение qilinadi, ozgina o'zgartiriladi, yana boshqatdan syomka qilinadi. Ko'proq improvizatsiya. Tipi bizdagi ekan. Situatsiya aytiladi, mana shunaqa situatsiya bo'lgan. Mashinga o'xshagan javob bo'lish kerak deyiladi. Yo'q, ketdi, ichidan chiqariladi. Men bir xil gaplarni gapira olmayman. O'sha gaplarni o'zimni tilim bilan qanaqa bir yetkazib beraman, emotsiya bilan, bilmayman. Men tasavvur ham qila olmadim, shu bunaqa rollarni o'yna olayman deb. Yig'latgan soka qarchi bo'ldi. Rahmat aka. Bilmagan odam shunaqa fayzli odam deb o'ylaydi. G'irt-gras odam. Ibrat olishli odam deb o'ylaydi. Bo'ldi. Tugadi gap. bo'ldi, har gap. Endi boshlaymiz. Nima kulgili mazza qolma. Nodiki, o'tib ketdi hozir. Assalomu alaykum, daysin bormi? O parosatingiz bormi? Men kulgili zo'r narsa ko'raman, mishat qo'z. Muomalaga gap yo'q, просто men sotib olmoqchiman-da, aytvormaysizmi? Kambag'al. Assalomu alaykum. Sizga o'zim qarab o'rsam bo'ladimi?
hozir ko'ringchi, nima bilan band ekanlar. Qani, juda kulgili narsa ko'rayotgan ekansiz. Men ham kulsam bo'ladimi? Bo'ladi bo'lsin. Bu o'zi nima ko'ryapsiz? Kim ideyasi? Ideya? Kamera yoqilgan Yilda rostdan bu kambag'al deb baqirganim ham trend bo'lib ketib qoldi-yu. U ham yo'q edi o'zi. Birinchi kadrda yo'q edi, ikkinchi kadrda qo'shildi. Ko'pchilikchi mana ko'chada buni oldiga kelayotganda ham bor-ku, hayotda mana shu apparatdagi xarakter deb o'ylaydi. Bu противоположность, absolut. O'zi ani prям chiqishib ketishi, ani begona birinchi встречный odam bilan qiyin. Qiyin. Yaqin olgandan keyin mana bunaqa bemalol o'tirsa bo'ladi. Xiring qilib, ani neznakомый odam bilan qiyin. Tushunishinglar uchun apparat deb obrazlarni aytar ekanlar. Nimaga o'xshamagan kadrlarni qo'ymaysizlar? Kadr ortidagi mana shu kadrlarni qo'ymaysizlar anaqa qilib. Mana gapirasizlar qanaqadir prikolda, konkretniy kimdir qiqir deb kuladi. O'zingizlar ham kulaverasiz. Minusimizga ishlab ketadi degan to'xtamga keldi. Bir marta qo'ydim-da, men o'zimda anaqa dedi. Ha, o'tda so'kinishli, boshqa narsa baribir bo'ladi-ku. Misol uchun ahmoq deb tit qo'yib yuboringlar. Ahmoq deb so'kib qo'yish mumkin, nimadir mana shunaqa yomon so'zlarda. Qo'yib ketgani uchun bulichim yo'qoldi. Mayitda yetolmay qoldim. Seriozga o'yishib o'tiribman. Ozgina so'kinish so'zlari ishlatilgani uchun yaxshi emas, yomon bola, mana shunaqa so'zlar ko'payib ketganda, backstage'da bizda. Kadr o'xshamadimi, sirazi yomon so'zlar ketadi-da. Ha, bo'ldi. O'shanga ani bizani minusimizga ishlab ketib qolmasin degan anaqa bilan bunaqani lutcha Qo'ymaganimiz yaxshi. No, lekin tan olaylik, hammamiz g'irt shunaqa odammiz, nimagadir ani brendlar anaqalar bu narsaga skeptически qarayar ekan. Hamma bori shu-ku o'zi tegi. Men anoni o'shanga yaxshi ko'raman, bratni bor-ku, Aziz dedi. Kamera yoqsa ham, yoqmasa ham bir xil. Ko'rinar-ko'rinmas. Ko'rinmas. Ijodlari ko'rinar-ko'rinmas. Haligacha qorasan Kamerada ham, kamerasidan bir karatis qizlarni oladi. Ko'rinar-ko'rinmas. Buni xarakteri bo'lishi mumkin-da. Menda ham shu problema. Svoylarni, svoylarni ko'chada orasida kelishadi, voy seryozni ekansiz yoki kimdir kibr degan. Qanaqa? Sirazi kelyapsizlar oldimizga o'shani xingirlab ketdi. obrazdagi reaksiyadagi odammi yoki streamdagi odamni ko'rmasanglar, u unaqa bo'lganida sizlar bilan yaqin emasdir, balkim boshqa emasdir. Ular ko'raverib yaqin olganda o'ziga ko'raverib o'rgan oladi. Kulib yaxshi muomalada anaqa qilamiz. Просто ular boshqacha. Ha, boshqacha kutadi. Buni obisyeniyani zo'r, Jamshidxonaga zo'r berganlar-da, Ziyoxonov. Men anaqa Shokir milli-millimi bor edi, o'shani oldiga borib anaqa qilganlardi. "Bro, assalomu alaykum" deb so'rashganman deydi otdilar. Ular "Какой я bro? Ha, assalomu alaykum, какой я bro" degan narsani. O'sha выпускlarni ko'rganimda tushunganman-da, nimani aytayotganlarini-da, real. Lekin ular tarafdan qarasangiz ham shu u yaqin olmaydi bu odam. Birinchi marta ko'rib turibdi-da. Ular aytayotdilarki, men videolarda ko'rganimdan vashi yaqin o'rgan edim-da. O'sha hayotiy dars bo'lgan menga deganlar-da. U mana mashina obisyeniyasini zo'rni o'sha Jamshidxon akadan eshitgan. Da, to'ppa-to'g'ri. Bizda ham bir ko'pincha bo'ladi bunaqa narsa. Men tushunmay qolaman boshqasini. Kulib keladi. Assalomu alaykum, aka, yo'q, unaqa qiladi keyin. No, esimga tushadi. Men bu yoqda bunaqa odamman-ku o'tirib. Yaxshimisiz, salomatmisiz, charchamayapsiz? Mana shu ko'pchiligiga men agar Nobodoga men aytgan bo'lardimki, Nobodo mana shunaqa situatsiya bo'lyaptimi, xafa bo'lib qolmaylik. Chunki har xil mana o'zingizda ham problemalar bilan yurasiz. Ishli problema bor, uyli problema bor. Nimadir dumkasida yurasiz, ko'chada ko'rib qolgan odam sizni har doim o'sha pozitivniy nastroyingizda kutadi-da sizni. Chunki kadrga har doim visualga chiqiladi. Boshqa chiqiladi, obrazda chiqiladi har doim. Men откровенно aytadigan bo'lsa, mana botga kelguncha ham juda ko'p narsani siqilib gaplashib, keldik-da botgada. No kamera yoqildi, уже switch. Mana prям obraz bilan anaqa boshqa narsalar-da, har xil настроенияda yurgan bo'lishi mumkin. Frontalkan yoqib kelishadi. Bitta momodni bering deyshadi. Ular bitta yo'q edi bering. Yo'q edi bering deyshadi. Ular bilaman, yaxshi niyatda aytyapti. O'tdagi, endi ko'chada hammaga yo'q, mana bunaqa yurmaysiz frontalkaga. Keyin chiroyli tushuntiraman-da, okey, endi obraz hozir keling, rasm uchamiz, boshqa anaqa desam. Mana o'chirgan deb kamerasiga. Kibr ekansan-da san. Ko'rib qo'yganimiz. Xuddi o'sha-da. Qapsalarimiz o'lib ketdi-ku. Chakani ko'rib qo'yganimiz. Hali aytmaymiz. O'shani kesish kerak.
Yordammi? Ha. Zo'r joyini kesib tashlashdi. Mabodo Da, da, o'zinglar da. uchun bilinglar. Uni ko'rmaysizlar, lekin bu zo'r joy. Biza ko'rib oldik deb. Telegram kanalimizga o'tsanglar. Nimaligini aytaveramiz. Yopiq Telegram kanali. Yopiq Telegram kanal, platniy. Kirish 30 ming so'm. Siza 29 ming. Sardoba ko'rasizlar. Dempingga boshlamang. O'tiramiz hozir ham 12. Yo, bizda o'zgarmagan, mana necha oy bo'ldi ochganimizga. O'shandan beri hali o'zgargan. 3-oy. Yo, real do'stlar, biza 90 kundan beri umuman bir marta ham o'zgartirganimiz yo'q. Narxini 29 ming so'm pista showbot o'tib obuna bo'lib qo'yishingiz. Biza yopiq Telegram kanalimiz bor do'stlar. Imенно mana shu ko'rsatuvimiz ham umuman kesilmagan, montaj qilingan, lekin kesilmagan temali to'liq variantini bemalol ko'rishingiz mumkin va undan tashqari yana eksklyuzivniy videolar ham bo'ladi, reaksiyalarimiz. Bemalol o'tib, obunani sotib olsanglar, bizni qo'llab-quvvatlagan ham bo'lardinglar. Ja kesilmagan emas, chikchi kesilgan varianti. Именно haligi joyi kesiladi. Men hamma mana shu svoylarni mana anaqasi bor-ku, mana o'zimiz shou bor, mana sizlarniki ham bor-ku. Men hech qachon shu bo'lmasam sizga yozib yuborsam bo'ladi-yu, aka, Telegramingizga, aka, qo'shib yuboring, shunda o'sha gruppaga deb yozib yuborsam, lekin hech qachon unaqa qilmayman. Har doim sotib olaman. Anaqa. Qani sotib olgansiz biznikini? Ha? Qani ko'rsating. Yo'q. Gapimga ishoning deysiz. Yo'q, просто Telegramni ochsam, u yerda ko'p narsa-da, o'shani ochmayman. Hozir ko'rinmasin, mayli. Telegramda ham Facebook, Ishonamiz. lekin sotib olganman. O'rtoqlarni podдержка qilinglar, albatta, o'rtoqlarni. Svoylarni har doim podдержка qilish. Bizanikilar lekin rovniy naborotini qilishadi. Da, O'rtog'iga agar ustalik. like bossa, o'rtog'i kuchayib ketib qoladi. O'rtog'iga komment yozsa, uni hamma ko'rib, u ko'tarilib ketib, biznesi yurib ketib qoladi, albatta. Ana begona odam, ana hammasiga storieslaringizga reaksiya qiladi. Reaksiya, repostlar qiladi, komment yozadi-da. Men sizga bitta anaqa qilib beraman, miniatyura qilib beraman. O'rtoq, tuzumsan, jigar, salomatmisan, sonlari yaxshimi? Tinchmisan? Men uchlari yaxshimi? Hammasi yaxshimi? Biznesingmi? Mana bu videoni chiqib ko'rdim, juda xursandman. Vashcha lekin omad ishlaringga. Haromi yangi video chiqarib. Har so'rasangiz yo'q deyotadi. Ssenariyni o'ylab Orada rostdan deb o'ylaysiz. Hozir borni ko'rsatib berdilar. Nima o'ylashlarini. Beklarda nima yoshlar? Xirram. Jaliba tasha. Jaliba. Nexel yangi video chiqardi. Nimaga qilmayapmiz biz? Yo'q, lekin o'z tegi o'rtoqlar unaqa bir-biriga anaqa qilmaydi. Misol uchun biz ham bir-birimizga Like ham bosmaysiz. Yo'q, bu o'rtoq, boshqa o'rtoq. Bu o'rtoq, boshqa o'rtoq. Men bilan men boshqaman, boshqa. No, lekin men ko'pini bilaman, что mana shunaqada, именно Ko'rolmasizlar. Ko'p unaqalarda. kerak, ana. Har doim ana o'zingizlarni kelib, mana svoylar bor-ku, har doim принижать qiladi, bilasizmi? Ana erishgan YouTube'da bormi, boshqasi bormi, ana принижать qiladi. Kecha yuruvdim men bitta degan narsa bilan bor-ku. Mana o'sha narsani yo'qotishimiz kerak deb hisoblayman. Instagramda bitta zo'r funksiya bor-da, bilasizmi? Unda Zablokir deb. yo'q, drujadasiz kim bilandir, masalan, shunda kirasizda общий действие degan narsa bor. Masalan, kim bilandir общий действие degan narsa bor. Sizdan qachon отписка qilgan, qachon подписка qilgan, qaysi videolaringizga like bosgan, hammasini ko'rsatib turadi. bu yog'iga. Yaqinim degan o'rtog'inglarni shunda kirib bitta tekshirib yuborsanglar, Tekshiradigan. necha marta отписка qilgansizlardan, necha marta обратный подписка qilgan, necha marta like bosgan yoki hammasini ko'rib olsanglar bo'ladi. Sinaymiz. Men tekshiradiganlarim bor. Spiskim bor. Sindirganni ko'rdingizmi? Shuni gapirmoqchi Sujetiga edim. Andijonda radarlarni buzgan shaxslar qo'lga olindi. Kommentiga yozib qo'yganman men. Ha, yo'q. Kirdi endi Sardor turgan bo'ladi. Yana radar ovchilari paydo bo'ldi. Bu kun dasturda ma'lum qilishicha, Ha, mana. Молодец. Yaxshi, mana bilib oldik, menimcha. Молодец kimga aytganman-da? Kimga Bu video? yengillikni olib chiqib qolganligi, noto'g'riligini Ulashayotgani, что radar bu yaxshi narsa, yomon emas. yoki sindirgan bolaganman. Uni kommentariyga yozib yuborishdi. Zo'r. Ana prям anaqada platniy yo'lda ham qo'shishsin yoki deyman-da. Ana prям Qo'shishyapti-yu. qo'shishsin o'sha Toshkent, tezroqda. Farg'ona qilib. To hammasi qo'shilmaguncha ozgina Andijonmi? kamaytirib tursa ham bo'ladi-da. Ana radar. Toshkent, Andijon u mayli, mana bochkaga chiqib kelishgan, nega platniy yo'li yo'q? Endi juda yo'li ham yomon emas. Lekin bir 7 yildan beri shu yengillikni. Men har yili eshitaman. Qilyapti, bo'lyapti degan narsani-da. Yo'q, bochkani yo'li yaxshi-yu o'zi. Hech kim Radar o'tmasin u yaxshi deb yo'ldan. o'ylayman, faqat shtrafini, narxini ozgina optimizatsiya qilsa. Qaysidir Adekvatliroq davlatda, qilsa, da. Yevropada ko'rganim,
oyligiga qarab chiqar ekan. oyligini 1%. Oyligiga qarab shtraf bo'lar Ha. ekan. Qancha ko'p topsa shuncha katta bo'lar ekan, qancha anaqa bo'lsa. Endi biza oddiy odammiz, bu narsani biz обсуждение qila olmaymiz. Bizlarning aqlimiz yetmaydi bu narsaga. balki mana shu noto'g'ri fikrlayotgandirmiz. No, anu kuni просто kirganimda 100% noto'g'ri fikrlayapmiz. Shit ko'p pullarni. общий yig'ilgan anaqa uni qaryapman 6,5 million turibdi-da. Общий hamma uydagilarning mashinasi bor. Bizda boshdan beri vibratsiya beryapti nimagadir bor. Gaplar ko'taring telefonni. Общий uydagilarnikini qarasang 6,5 million turibdi-da. Alam qiladi-da odamga anaqada. Sal masha. To'g'ri, noto'g'ri qilishgan, noto'g'ri yurishgan, noto'g'ri haydashgan. Просто alam qilyapti. Faqatgina alam. Menga ayb o'zimda. Прекрасно bu narsani осознавать qilaman. Ayb o'zimda. Ha, sekinroq haydashim kerak edi. Ha, ana liniyani bosmasligim kerak edi. Ayb o'zimda, no alam qildi. Da. Просто alam qiladi. Dardimiz. O'sha nimaga olib kelyapmiz? Agar sizlar o'sha shtraf tushmoqchi bo'lsanglar, mana antiradar olinglar demoqchi bo'lib. Boshlasam Bironta zo'r bo'ladi. bittasi reklamaga lekin sotib olmadi. Men jon deb men bittan hozir chiqarib berardim. Da. Hop. Nimalar bor yana? Nimani yana muhokama qilamiz? Nimalarni qo'laymiz? Nimalar ko'ramiz? Nega? Oxirida g'iybat qilmaylik deb qo'ysak. Dunyoning eng mashhur blogerlaridan biri TikTok yulduzi Habil Lame'ning endi sun'iy intellekt asosida yaratilgan nusxasi bo'ladi. Boisi Lame o'zining Step Distinctive Limited kompaniyasidagi ulushining bir qismini Amerikaning Rich Sparkle Holdingsga sotdi. Habil Lame. Habil Lame Milliardga sotgan. o'zini sotibdi. Reklama va Menga uni pul berardinglar Facebook'ga. sun'iy intellektni generatsiya qilish huquqlari Rich Sparkle Holdingsga tegishli bo'lar ekan endi. Endi 3 yil davomida hamma reklamasi, Hamma hamma integratsiyalari yasab tashlashi Bilasizmi? yuzi bilan. Potensial reputatsiyasini yo'q qilishi ham mumkin bo'lgan reklamalarni ham qilib tashlashadi-yu. Bo'ldi, prava ulada. Da, hamma prava bo'ladi. По сути, milliardga bo'ldi sotdi-da. Umrining oxirigacha ham yetishini bildi-da u pulni. lekin u sotib olgan odam ham ahmoq emas menimcha. U holdingni men 7 yildan beri kuzataman, strategiya bo'yicha kelishyapti. U nabrut kuchayib ham chiqadi undan. Keyingi 3 yillikda ularni nima qilmoqchi bo'lganda hamma olib chiqishadi. Men privatniy kanalda o'qidim. Twitterni ham o'qib turaman-da ularni. Ular boshida buni oldi, yuzini чтобы globalniy chiqishi uchun hammaga. Nima yangilik qilib chiqarmikin-a? O'rtan newslarni ham aytib chiqishi mumkin endi. Yo'q, qaranglar, men bitta narsani tushunmadim. U просто face'ini mana AI'lar orqali sotmayapti. Mana bir reklama qilib berasan, siz o'shanda chiqib yuradi. O'zi kerak emas. Fiziki ishlamaydi, bo'ldi. Uni AI'si xohlagan narsani reklama qiladi. Xohlagancha gapiradi, xohlagan efirda yuradi. O'zi bo'ldi, bu nimaga unaqa qildinglar deya olmaydi. Tushunasizmi? Bo'ldi. 3 yil davomida biror marta o'zi pretenziya qila olmaydi. No, men uverimman, 3 yildan keyin Kabilayim yana undan ham kuchliroq bo'lib qaytadi. Chunki Mamba kompaniya fuflo emas-da, tufta emas-da. Uni naborot kuchaytirib beradi. Yana keyingi 3 yilligini ham sotsin debdi, например. Balkim. 3 yil davomida maksimalniy maza qilib anaqa olish kerak-ku, foyda olish kerak-ku. Uni litsosini aylantirib boshqa qilib o'qilib. Lekin 1 milliardga, menimcha, dollarga Kabilayim Hech pulga gaplashardi o'sha hozirga. Facebook sotishga. Qarang, bu yerda mana boshqacha kerak. Kimga kerak mana Facebook? Yo'q, mayli. O'z tegi, nech pul bergan bo'lardingiz? Bitta kichkina joyi bor. Endi bu yerda umuman озвучить qilmaymiz, unaqalarni. Любой narsani reklama qila oladi. Любой narsaga ishlata oladi. Nech pul ko'ngan bo'lardingiz? Pampersni ham kiyib chiqishi mumkin-da reklama. Shu Yo'q, endi pasutchi любой narsa. Bularni qadriyatlarini o'ylamaydi. O'sha bu narsaga qarshiman, bu narsaga любой narsani sotadi. Nima nech pulga gaplashardi? 500 mingga varianti bormi kelishchi? Endi O'zbekistonning shtraflarini hisobga olganda birga 3 yilga mana do'g'ri davomigami? Millionmi? To'xtamasdan bosib turganida 500 bo'lsa kerak. 500 mingmi? 500 ming. 500 ming sotaverarmidingiz Face'izni? Million. 500 million dollar. Millionga, okey. Unaqa chiqmadi o'zi. Millionga mana sotardi. Milliardga sotgan-ku. Xo'p, endi u Habilaydi. Men Shahzod Qasimov nech pulga oladi endi. Respaytlarni pulni bermasdi. Yo'q. Face maniki, narx ham men beraman. Masalan, siz millionga varianti bormi? 1 million dollarga siz. Ha? Yo'q. Smelo. Yo'q. To'g'risini aytaymi? Mana yo'q.
To'g'risini aytaymi? Yo'q. Chunkichi men xudo xolasa men uverayman. 3 yilda bundan katta sostoyaniyaga erishaman inshaalloh. Inshaalloh, xudo xolasa. Men rostdan ishonaman, xudo xolasa. Bizni endi mana shu направлениyaga kirganda ancha hayotimiz o'zgardi-da. Allohga behisob shukr. Mana 6 oy ichida Bizniskami yo'q, ovqat ham yedi даже. barterga osh yedi uni. Burgerlar ham yedi. Shu normal Yo'q, mana o'sha 3 yil ichida men kattaroq yutuqqa erishishga xudo xolasa ishonaman. Так что bilmayman, summa nech pul deyish mumkin. Rayan sevinchga olib kelasiz. lekin milliardga ham sotmasdim lekin. 3 yilga. Честно aytsam. 100 millionni men bitta qo'y. Xohlagan narsaga deyapsan, ha? Любой запрещенный narsa. Ya, endi bitta narsani hisobga olmayapsizlar-da. Reputatsiya qaytmaydi. Reputatsiya Это qaytmaydi. само собой, любой narsaga ishlatadi. Yo'q. Nimaga? Любой Любой narsa. narsaga ishlatadi. Batman bormi? Любойga А, ishlatadi. то есть bu уже o'ldiradi basharani deyapsiz. Da, bo'ldi. Unda milliard. Milliardsan? Ya, kerak emas. Og'a. Gap shunda. Agar normalniy ishlatadigan bo'lsa 500. Normal ishlatadigan bo'lsa 500. Da. 50 ham normal. 50 ham normal. Cheblokha 5 million. 5 millionga gaplashamiz siz bilan. Normal ishlatadigan bo'lsa, qo'ysangizchi. Yo, endi bitta narsa Любой hisobga запрещенный- olmayapsiz-da. Bitta narsa hisobga olmayapsiz-da. Birinchi bo'lib qoladigan ishingiz nima? Pul qo'lingizga tushishi bilan. Uy, mashina samo собой. Uy olasiz, to'g'rimi? Standartni o'zbekda. Uyni olganingizdan keyin, katta uy olganingizdan keyin katta rasxodlar ham kelishni boshlaydi. Katta uy oldingiz, bitta Nexia turibdi. Mashina samo собой Rolls olasiz. Yarashmadi. Ro'za oldingizmi, oyiga 2-3 ming ketdi. Samo собой уже ketaveradi. Ya uni содержать qilish. Nimaga men u narsani oldimmi? Nimaga men o'zim uyda kirib, o'zim yurishim kerak? Anaqa ovossiz. Yo'q, shon. Xizmatkor ovossiz. Xizmatkor ovozsizmi? Hamma ko'ryapti, faqat O'zbekistonda yuribsiz. Nima O'zbekistonda yuribsiz? Ketdim chetga. Chetga chiqdingizmi? Anta odamlar narsalar olyapti, boshqa olyapti, siz olmayapsiz. Nima olmayapsiz? Ketdi, уже kelaveradi, avtomatik ketidan chaqirib kelaveradi. 1 million dollar bo'lsa, bo'ldi, hayotim meni zo'r bo'lib ketardi. 1 million 1 dollarga million dollarga hayot o'zgarib 1 ketmasa million dollar kerak. bilan shunchaydi 1 millionlik расход chiqadi. Albatta. Avtomatik. Millionlik расход chiqadi. Men har doim men o'ylardim, mana 10 yil oldin mana biznesga kirgan bo'lsam, 10 yil oldin o'ylardim, oyiga 1000 topsam, bo'ldi. Chotki. No, Haq ishlataman 1000 degan narsa bo'lardi-da. hozir topasiz. No, 2000, o'shanga 3000, yarasha 4000, 5000, 10000 ham yetmas ekan. kelaveradi. Javob. O'shanga yarasha kelaveradi. Qancha Problema emas ko'p- kelaveradi. Qancha ko'p topasiz? Men gapimga javob beraman. Qanchalik ko'p pul topsangiz, shunchalik halovatingiz bo'lmas ekan, gapimga javob. Mana shu narsani men ig'iga shuncha aytaman, men ig'i aytadi. Ma- Sizda nima dardingiz bor, nima anaqa Bilasizmi? bor, pulingiz Mana- ko'p yo'q. Mana ikkita biznes egasi sifatida gaplashadigan bo'lsak, bir xil payt bilasizmi, kechasi yotasizda, mas'uliyat bosadi, bilasizmi? Mana shuncha odamni oilasi, ro'zg'ori bormi, boshqasi bormi, qo'lingizda ishlaydigan odamlar bor-ku, yomon bosadi bir xil payt mani. Prям kechasi uyg'onib ketadigan anaqalar bor-ku, mana shu rostdan bor narsa. Qo'lingizda nechta xodim ko'p, qancha mandan bir 10 barobar ko'proq odam ishlatsangiz kerak. Bular Bu zanachilar degani- ham sandan ko'proq-da. Yo'q, bu degani Podushka mandan bezatasiz. 10 barobar halovatlari yo'qroq degani. Ya, bular halovatlari bor. O'sha boshladi-yu. Bor dedi-yu. Halovatlari bo'lgandan keyin. Lekin bu bilan endi boy bo'lmanglar deyishmayapti. Yo'q, ha, просто Dramatizatsiya yo'q, qancha ko'p romantizatsiya. pul topayotgan bo'lsangiz, o'shanga yarasha halovatingiz yo'q bo'lishiga rozi bo'lishingiz kerak. Просто shu, o'shani mas'uliyatini olib, keyin o'sha katta pullarni ushlaysiz-da. Endi bu ham birdaniga boyib qolmaysiz. Shunga u anaqa yetib kelasiz. Mana shu halovat haqida chumolada bitta rolik chiqqanligingiz bo'lsa, ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz, men qo'y boqay o'tiraman, keyin choy qo'yib beraman, Endi sariyog' ko'raman. beraman. O'shani bitta ko'ringlar. U o'shandan bir 4 kunmi oldin o'sha yoqqa baliq tutgani ketayotdik chumollar bilan, jamoasi bilan polniy ketayotdik. O'sha yerda aytgan edim men. Men hozirgi bor sostoyanimni mashinga men bemalol almashib yuborgan bo'lardim. Chunki bu yerdan kelayotgan, pul topganini ketidan kelayotgan dardam, problemalar ham, boshqa narsalar. Men joni dil deb men bundan kechib yorib, mana shu problemalardan qutulgan bo'lardim. Mana shu qo'y boqib, tinch hayotimda nonimga, boshqa narsamga yetsa, shuni yashab berardim deganimda, o'shanda ilib olishgan. Shunda so'zi ilib olishgan, shunda o'shani asosida ssenariy qilib, Mashina, men Shunaqilarni deysiz, realniy. ha. O'shani qilmasdingiz aka. Qilmassiz. Ambitsiyangiz Hozircha sizcha roliklarga hozirgi chiqasiz. charchab ketgan, выгорание bo'lgan odam sifatida aytasiz. O'zingizga 5 oy yo'q bo'lib ketingda, hech qayerda ko'rinmay. lekin Mana hozir ham qila praktikada olasiz, ko'p odam qilgan bu narsa. Bilaman, 5 oy
hech qayerda ko'rinmangda, maza qilib yashab olingda. Ishonga уже qaytmaysiz. Bu izvestnosiyda anaqasidan emasda bu narsa. Bu imminni ishi anaqasi, halovati yo'liga. Tushunmayapman. Ishingiz siz ham 5 oy ichida beradi. Hozir ham vыбоringiz bor shunaqa qilishga, lekin qilmaysiz baribir. Hammasini yig'ishtirib, realni borib o'shdan uy sotib ola olasiz o'zingizga. Qaytib qaytmoqchisiz. Hamda 19 ta mashinangiz qarab. Qani kunlar. Mana Hazrat akam. Kuchi yetmaydi. Lekin shunaqa bo'lgan taqdirda ham o'zimni unaqa tutmayman. Lekin eng zo'r, yo vashcha absolyutno hayotda unaqa odam emas. Men bu temada bor-ku, eng zo'r kino ko'rganim mana shu Farruh Soipovning Nafs degan kinosi bor-ku. Ulug'bek Qodirov bilan chiqadi. Ulug'bek Qodirov uni nafsini o'ynab chiqadi-yu. Bilasizmi? Ko'rganmisiz? Yo'q, ko'rmagan ekanman. Vashcha shedevr kino. Vashcha shedevr kino. Nafs. Farruh Soipov, Munisa Rizayeva kinoda chiqadi, anaqa. O'zini xullas qishloqda San Farruh Soipov bilan Ulug'bek Qodirov ana ikkita telexranitelь bo'lib oxirida Yo'q, boylab panoh qilib qilib ko'rgan ekanman. Farruh Soipov tipa anaqasi nafsi bo'lib Ulug'bek Qodirov o'ynaydi-da. Ana yelkasidagi shaytonini o'ynaydi. Обязательно ko'radigan. Hozir men уже ilhomlandim bu narsadan. Обязательно bu kinoni ko'raman. Avstraliyada endi bizda qanchalik bu anaqa bo'lardi? Qo'ppa qol gap. Yani 16 yoshgacha sotsial setlardan blokirovka полный. Bunga men juda qattiq qo'shilaman, chunki o'zimda boshimdan o'tyapti, farzandimda boshimdan o'tyapti bu narsa. Sotsial set damasu, imenda YouTube mana shu narsalar realniy tarbiyaga ta'sir qilar ekan, qattiq ta'sir qilar ekan. Mana shu bilan hozir men juda qattiq kurashyapman. Qizim уже mana 11 yoshga to'ldi, o'g'lim уже 8 ga qarab ketyapti. Mana shu bor narsa ekan. Qiluvlar, o'tishi, gaplashish manyalalari, qaysidir anaqani ko'rib, boshqa qilib. Уже men ограничениyaga o'tdim уже mana. Hozir darsingni qil, hamma narsani qil, onangga yordamlash. Aql o'rgatish maqsadida emas, точка зрениям bor. Bu чисто mani subyektivniy мнениямda. Hozirgi zamonda nimada katta problema bor, bilasizmi? Ana erkaklarning izmenasida bormi, boshqasida bormi? Ana ko'chadagi qizlarda ko'radi-da, yani prям hamma nima trend bo'lsa, hammasida yuradigan qizlarni yoqtiradi-da. Uyidagi anaqasi yoshligidan unaqaga tarbiyalanmagan bo'ladi-da, telefon tutmagan, pulni blokadada yashagan-da, bunker ichida условно katta bo'lganda. Уже bu жизньga o'rgana olmaydi, chunki o'ziga yoqmaydi unaqa жизньda. Ko'pchilik erkaklar mana shu narsada problema bor-ku, to'g'rimi? Qo'shilasizmi sizning fikrimga? Так что bunga ham 100% qizlarga ham, bolalarga ham 100% ga ограничение qo'yib bo'lmaydi deb ishlaysiz. Da, endi bu narsa masalan o'g'lingizga ограничение qo'ydinglarmi, qizingizga, farzandingizga ограничение qo'ydinglarmi, o'zingizlarni ham ограничение qilishinglar kerak deganlar-da. Соответственно qilish kerak-da. Da. Biz anta hamma qizlarni ko'rib, boshqalarni qilib, xuddi shu narsani o'zimizning hayotda ham kutishni o'rganib qolganmiz-da, kutmagandan keyin, bo'lmagandan keyin kerak. Естественно, ajrimlar keladi, boshqa narsalar keladi shuning orqasidan. Chiroyli hayot. So'zsizlar me'yorida bo'lsa yaxshi-da, me'yorida. No, men ham 16 yoshimgacha o'zingdagi ограничение bo'lganman-ku. 16 yoshimgacha u paytda telefon bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Yoshim 18 da o'zi. Xullas, Men 19 deb o'ylayman, to'g'risi. har to'g'ri. Siz nima deysiz, Sardor aka? Men me'yorida bo'lsa, men против emasman bu narsaga. Полностью ограничить qilib bo'lmaydi bu narsani. Ограничить qilsangiz bosh joydan ham ko'radi, misol uchun. Hozir men jiyanlarim misolida ko'raman. Men yoshligimda endi bilmayman 6, 7, 8, 9 mana shunaqa yoshligimda atrofimda hech kim so'kinmasdi-da, bolalar. Hozir 5, 6 yoshli bolalar shunaqa so'kinganini eshitib qolaman. Mana shu menimcha shu sotsial set u bulardan deb o'ylayman. Hozir mana ketayotganimizda ham filtrdan o'tkazib, kontent tanlab berish kerak deb o'ylayman, bo'ldi. Yo'q, Endi uni qilib bo'lmaydi, uni ограничение. Yosh bolalar. Birinchi chiqqan bola so'kinishni biladi. Hozirmi? 100%. Yo'q, o'zi bo'ldi, все, значит, bu narsaga просто ko'nikish kerak deb o'ylayman. Bo'ldi. Oldin biz gadami ko'radigan narsalarimizni просто hozirgi pokoleniya уже anaqa qilib ko'radi. Просто bu yerda tarbiya baza deb oladigan bo'lsa, просто baza мощный bo'lish kerak-da. Mana qancha nima anti religiozniy nimadirlar bo'lsa, boshqa bo'lsa, unaqa narsalarga uchmaysiz-ku, bilasiz-ku, что o'zingizning точка зрениyangiz bor, мировоззрениyangiz bor, o'zingizning pozitsiyangiz bor. Sizni hech kim uni переубедить qilib bera olmaydi, tushunasizmi? Mana shunaqa лучше farzandni o'zini miyasiga bazani, fundamentni qo'yib yurish kerak, deb мне кажется.
прям anu 100% условно blokka qo'yib qo'ysangiz, наоборот, запретный narsa ko'proq interes uyg'otaveradi-da. Ani ko'proq prитягивать qiladi. Bolaga filtrlashni navikini o'rgatish kerak deb o'ylayman. Именно o'zi filtrlashni. O'zi nima yaxshi, nima yomon. Siz filtrlab berishingiz emas, o'zi o'rganish kerak. Mana bu to'g'ri, mana bu. Siz filtr qo'ya olmaysiz. Mana bu bor. Endi men shu narsani o'rtoqlardan, qo'ni-qo'shnidan yoki boshqa yo'ldan chiqadi deb o'ylardim-da. Bolalarni men ограничение qildim. Qattiq ограничение qildim. Bog'chaga ham mashina olib keladi, ko'chaga chiqmaydi, boshqa qilmaydi. Uyda o'qiydi, repetitorda o'qiydi. Maktabi zo'r, bilimi zo'r deb boshqa deb. No, уже sotsialniy mana shu именно YouTube'lar, boshqa narsalar уже ta'sirini beryapti-da. Ya'ni ko'ryapman shu narsani. Nikak hozir bu narsani o'zgartira olmayman, faqatgina telefonni olib qo'yib. No, telefonni olib qo'yganimda ham men kim bo'laman? Ko'zida uni ko'zida men kim bo'laman? Tiran bo'laman. Sizni yomon ko'rib qolishiga katta baza fundament qo'yib qo'ygan bo'lasiz-da. Ya'ni sizni yomon ko'rib katta bo'lishiga. Shuning uchun men bu narsaga zaman bilmayman, lekin men tog'am mana shu temada yaqinda anaqa gaplashgan edim-da. Ya'ni qiz uzatishdi. Mana shu qarindoshlar bilan yig'inda mana shu narsa gap chiqib ketdi-da. Qiz uzatish temasida aytayotdilar-ki, birinchi o'chirda deyaptilar. Telegramlarni anaqalarni kontrol qila olmaysan deyaptilar. Birinchi o'chirda sen kontrol qilishing mumkin bo'lgan narsa, ana o'rtoqlarini, ana qizlarini o'rtoqlari bor-ku. Men shunaqa deb o'yladim. Ha, qizlarni o'rtoqlari. Men bu bilan yurasan, bu bilan yurmaysan. O'sha narsani kontrol qilasan, bo'ldi. Всё, ana qo'lingdan kelganicha o'sha narsani kontrol qilasan, окружениесini kontrol qilasan, qolgan narsasini o'zi itak qila olmaysan kontrol. Просто shu narsani to'g'ri окружениесini tanlab bersang, unga ana sen opitim tanlab bersang, bo'ldi, всё, уже u yog'iga o'zi в принципе aniq ketadi. Yo'q, men o'chirib tashladim. Telegramni o'chirib tashladim, Instagramni o'chirib tashladim. Tekshirib turibman, periodически qo'yyaptimi, ustunovka qilganmi, qilmaganmi. Bu yerda уже hamma o'zini metodlari bilan. Menda, например, mana Adamda rahmatli adam, men yoshligimda xafa bo'lardim ulardan, ana jahlim chiqardi-da, ana pul bermasdilar-da bizga-da. Ana qilib, pul bermasdilar. Har xil anaqa o'rtoqlarimni har kuni ko'rardim, kompyuterxonalarga boryapti, har kuni stolga kirib narsalar. Bizga bu narsada anaqa bo'lmagan-da. Короче, bolani pul bizada degan точка зрения bilan bizani ulg'aytirganlar-da. Men o'sha payt hozir sajillik qilaman, yomon ko'rardim o'sha uchun. Adam menga mamlaqa anaqa hozir bilsangizki, bu to'g'ri bo'lgan. Qanchalik hozir borib oyoqlarini o'pgim keladi. Mana shunaqa qilganlari uchun. Chunki hozir ko'ryapman-da, o'sha paytdagi meni o'rtoqlarim hozir qanaqa odamligini ko'ryapman-da, men o'zimni mirovozrением qanaqaligini ko'ryapman-da, adam praf bo'lgan ekanlar deyman. Shunaqa. Hammani o'zini metodlari bor tarbiyalashda. Men farzandimga bunaqa qila olishimga uver emasman. No, adam qila olganlari uchun ularga maksimal respekt beraman. Sizda qanaqa? Холодильникda kolbasa, hammasi bormi? Kolbasa. Shundoq normalniy, серьезный temadan сразу bujon kalla ordilar pastga. Yo'q, mana anaqada, mana qila olmaysiz-ku, to'g'rimi? Farzandingizga 100% pul bermaslik, bunaqa narsa qiyin-ku. Kim uchun ishlayman degan xayollar o'tiradi-da, miyangizdan cho'g'az. No, men kelajakda baribir hayotni, yomon hayotni bolamga, farzandimga ko'rsatishim kerak deb bilaman. Ya'ni qiyinchilik hayotda pul ishlab topishi, menga mana shu stерженni deydimi, nima deydi, xarakterimni yasalishiga mana shu qiyinchilik bitta narsa yordam berdi deb o'ylayman. Bu narsani agar niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, mana Sardor primerida ko'rganman-da. Mana bittada switch bo'lganda, tushunasizmi? Menga bir 6 oyli ketganda adaptatsiya bo'lishimga. Mana polni pul olib ishlardim, o'zim uchun ishlardim-da. Pul вообще pul uchun ishlamagan edi hech qachonda. Men 20 yoshimda mashina, uy boshqa bo'lganda, все, bo'ldi endi qolgani endi o'zing boqib, kvartira olib berganlar, mashina olib berganlar. Bu yog'iga o'zing. Vo, zo'r bo'lgan. Bu yog'iga o'zing bo'lganda, ama mashinaga benzinga qatdan pul, oxir marta polni bak qilib olganda bo'ldi, plastik olib. Mana shu narsa, zo'r narsa bor. O'shanda xafa bo'lib ketib, ro'jga qarang, shuncha narsa qilib berishgan, boru qizg'anish otda yo'q bo'lganda, 6 oy Yandex-dan qilib ko'rganman, u qilganman, bu qilganman. Oxiri adaptatsiya bo'lganman. Hozir xursandman lekin o'sha. Adaptatsiya zo'r. No, mana qattu hayot mana bunaqa urgandan ko'ra o'zingiz adezimda shapaloq urganlari yaxshi bo'ldi. Yo'q, ishdan chiqib kelganda, u ham hamma zo'r ketyapti, men o'yladim, bo'ldi, zo'r ketyapti. O'zi manaqa bo'lganda, mashina olib berdilar, kvartira olib berdilar. Plastik безлимитный, условно o'sha paytdagi plastik kartalar bor. Berdilar-da, bor mashinangga nima qilsang qilib ol, короче, tuninglaring bormi, qilib ol. Tayyorlab oldilar. Hammasini zo'r, yangi balon taqib mashinaga. Tayyorlab oldilar emas, u odamga bitta o'rtoqlari anaqa bo'lgan, bugun mashina olib berding, erta benzinni ham o'zing to'lab yurishing kerak bo'ladi deganda, o'shanda
tvarga qaragandek qaraganman-da u odamga. Nesa aqllilik qilyapsan? Aralashmayapman. Mana shu bo'lganda, bu yerda adam qilganmi? Real mana shu qilgan keyin. Kartani berganlar, короче, mashinani tuning qilib bor. Yasatib olib. Yo'q, u napaslaydik emas edi, u endi napaslaydik, men polni bak qilib kel deganlar, qilganimdan keyin всё endi degan. Endi bo'ldi, Bu tugadi. yo'qga o'zing deganlar. Men jahllar chiqqan, ertaga normal o'tib o'ylaganman. Qarasam rostdan yo'q. O'zi bo'lmagan-ku, bunaqa qilish ham, ularga ham. Qiyin-da. Ha, o'zi emas. No, ana холодный dush kerak bo'lganda, tushunyapsizmi? Ana bu ham xayolida qanaqa bo'lmasa, bo'ldi umrim oxirigacha ular ta'minlayotganlar degan narsa bo'lardi-da. Hozirgidek mana kontentli qilishga, mana bunaqa o'sishga hech nima motivatsiyasi Harakat bo'lmaydi. Hech nima motivatsiyasi bo'lmasdi. Bo'ldi. Umrim oxirigacha, значит, bular ta'minlayotganlar degan narsa menga o'tiradi. Hozirgi ko'p yoshlarning problemasi ham shunda. No, zo'r bo'pti shu narsa. Chem ertaga kasal bo'lib bir nima eplolmay qolganlarida bularni tashab qo'yganlar, bular уже g'irt lo'dir bo'lardilar, уже hech narsa qila olmasdilarda. Mana shunaqa bo'lardi. Keyin samostoятельность boshlanib, hali ham menda yaxshi fundament bilan boshlangan No, mana shu narsani уже 10 yoshdan qilmoqchiman, xudo xolasa. Уже mana do'konga qo'yaman, do'konga olib boraman. Mana sizlarga. O'zingiz do'koningizga qilishingiz ham qanchalik nima bilmadim. Yo'q, men u yoqqa degan narsa bor. yo'q, men o'sha narsani aytaman-da. O'zi bor, imенно katta top menejerlarim bor, top anaqa boshqaruvchilarim bor. O'shalarga Bir xil qaraysanlar. olib boraman, aytaman, mana sizlarga bu meni o'g'lim emas. Bo'ldi. Jiyanga qarab yuringlar. Da. Birinchi savdoga mehrim tushgani, menda mana shu 12 yoshimda Jomiy bozori bor-ku. Jomiy bozorida uyda kompot qaynatardim-da, Jomiy bozoriga olib borib sotardim-da. Ana o'shandan boshlab savdoga vashchi mehrim tushib ketganda. Mana o'shanda bilganmanki, undan keyin men 2012-yildan shu 2015-yilgacha powerli ham bo'lganman. Ana shogird bo'lib tushganman-da. No powerli qilayotgan paytim men bilardim, "Eta nima yo'q" derdim-da. Meni sutki torturardi ana savdo anaqa temasiga. Bozor temasiga. Odamlar bilan общенияsi bormi, boshqasi bormi? Men o'shanga sinut qurardi. O'sha 12 yoshimdagi ana yozda 3 oy yozda kompot sotganim menga zo'r anaqa bo'lganda, hayotimni ana yo'nalishini topishimga-da. Meni ham eng birinchi ishim somsa sotish bo'lgan. 9 yoshimda. Farqatskiy somsa sotib. Men 8 yoshimda o'sha paytda bo'lardi bizda Toshkent suv deylardi. Katta stiklanli idishda suv bo'lardi o'sha narsa. Uni ichida qurti ham bo'lishi mumkin edi, boshqasi ham bo'lishi mumkin edi. Xullas o'zimizda razdim qilishardi. O'shani sotardik. Ana bo'lsa, rostdan men ham eshitib berardim. Doktor bo'lasan deb uydinglarmi? Men ayam ham doktor, dadam ham doktorlar, opam ham doktor, bizni avlod полный. Bizni to'g'ri o'sgan joyimizda familiyamni aytsam, agar bir любой больница, любой parkingga bittada, ana o'g'limizsan, nevarasimisan, shunaqa respekt bo'lgan. Shunga o'zi yoshlikdan menga mana shu vrach bo'lish degan miyamga quyilib qolganda. No, shukr, Xudoga shukr, lekin umuman hech bir nima yo'ligini bilgansiz-da, уже по-моему, to'g'rimi? Yo'q, o'zim ham qiziqqanman, brat. Unaqa через не хочу kirmaganman. Shuni со временем u направление, hayotingizni u направлениеga atamasligini bilgansiz, to'g'rimi? Yo'q, men haligacha men vrach bo'lib yo'q. Ishlamayman-ku, lekin ishlayman. Nima tashladingiz? Tashlaganim yo'q. Men o'zi bitirganimga 2 yilmi bo'ldi-da, yaqinda bitirdim o'zim. O'qib, bu blogerskiy anaqani olib borganman-da. Sizga nima bo'yicha, nima направленияsi bo'yicha? Bo'yicha? Yo'q, направление. Nima bo'yicha? Nima bo'yicha? Bo'yicha. O'zi meditsinskiyda, meditsinada 6 yil общий vrachlikka o'qiladi. Uni bitirib, bemalol poliklinikalarda terapiya bo'lib ishlasa bo'ladi, oilaviy shifokor bo'lib. Keyin magistratura, ordinatura o'qiladi узкий направленияda. Yo lor bo'ladi, yo ko'z doktor, shunaqa bo'ladi. Menda hozir diagnostikani tanlaganman. KT, MRT, UZI, rentgen, mana shular hammasida men spetsialistman o'zi. Qattiq ishlashingiz yetsa shu yoqqa bormayman. Kungacha morgda odamlarni kesasiz deb o'ylayapman. Shu kungacha morgda odamlarni kesasiz deb o'ylayapman. Yo'q, endi u aytib bergan narsalarim anaqa istoriyada. Studentlikda morgga ham odam ham yorganman. Olib borishadi. U majburiy. U qilishingiz kerak bo'lgan narsalar. Chunki o'sha yerda qilib olmasangiz, ertadan keyin realность anaqa. O'shanga tushgandan keyin o'shanga tushganingizdan keyin shokka tushib qolasiz-da, u realno. O'shanga mana shunaqa bo'lib qolgan. No, hech menda pul muammo bo'lmagan. Uydagilar o'qi, yaxshi o'qisin deb umuman menga qo'shnim aytgan ekan. Buni istoriyalari yo'q. Umuman ishlamaganman hozirgacha, realni aytaman. Ishlaganman studentlik davrida Rossiyada
o'zimiz uchun podработка ham ana qiyin. Bu mazza qilib, uydagilarni puliga o'qib, Da. yurganda, yashab yurgan paytda men itda ishlaganman. Boy deydi menga. Kalyanchik bo'lib ishlagan soham shu. O'tgan yili aprel oyida mana shu bu uchun o'laman nadi bu degan narsa kelganda, ya'ni prям nolga tushdi-da. Ya'ni hozir gaplashdik-ku, ana siz nolga tushganmisiz degan narsa-da, prям nolga tushib qoldi-da. Suvda o'lib qoldi. Prям ana pul keladigan joy ham to'xtab qoldi-da, короче-da. Men aytayapman, Sardor bo'ldi, значит, bu направленияda agar bu ketishda ketadigan bo'lsa, yana 1-2 oydan keyin уже qarzga kir bo'lingan, yopilamiz уже. Короче, bo'ldi, все. Balki уже qanaqa ajralamiz san bilan, shu narsalarni ham balki kelisha olishimiz kerakdir deb anaqa gaplashganmiz-da, короче-da. Ikkalamiz ochiq aytaman-ku, bizda gaplashmaydigan temamiz ani o'zi yo'q-da. Baba, seni ham, короче, уже orzu niyatlaring bor, boshqasi bor, уже ajralamiz nadi bu deyapman-da. Qanaqa ajralamiz? Qachondan deyapman-da. Buni qaraganda, короче-da, buni ana qo'l qo'yib, короче, agar nolga tushib ketib, qarzga botib, yopilib ketgan taqdirimizda ham degan, men seni yoningda turaman degan. U paytda hali blogimizda yo'q, hech nima unaqa narsa yo'q. Men seni yoningda turaman degan, noldan boshqa biznesni birga boshlaymiz degan. Men nima bo'lgan taqdirda ham tashlab ketmayman seni, короче, degan. Men Datal va yoningdaman degan. O'sha silniy moment bo'lgan. Menga реально ani prям ko'ngilni xotirjam qiladi, bilasizmi? Shunaqa odamingiz borligi, ani реально ani prям yoningizda mana shunaqa odam bo'lishi дорогого стоит-da. Bunaqa odamlar meni hayotimda ko'p bo'lgan. Bunaqa yoningdaman, boshqa qilaman, u qilaman, bu qilaman degan odamlar ko'p bo'lgan, lekin u odamlarni men yonimda 3-odam tushgani hisobiga yo'qotganman. Ko'p marta bo'lgan. Shuning uchun bu anaqani nima deydi? Siyasi qattiq saqlaylar, ehtiyot qilinglar. Oldinglarga 3-odammi, oldinglarmi yoki kirdimi, boshqa qildimi, u avtomatik buzib tashlaydi. Bir-biringlardan o'zinglar bilmagan holda ajralib ketasizlar. Yo o'zi boshladi-ku yoki bu boshladi-ku deb bir-biringlardan ayb qidirib boshqa bo'lmas shunaqa narsa bo'ladi. Yo'q, bizda o'shaning uchun nimadir pulli tema bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Через biro emas, faqat прямой anaqa qilamiz. Pul устраивать qilmayaptimi? Типа процентный соотношение bormi, boshqasi bormi? Ochuchasiga o'rtaga tashlaymiz. Qanaqa bo'lyapti? Ochuv gaplashish yaxshi emas. IX bilan ham masalan boshida ham men gaplashganman, anaqa qilganman. Уже ochuv oydan men ko'pincha anaqa qilib ketaman, yutib ketaman ichimga-da. Bir nima bo'lsa, bir nimadan sal norozi bo'lib qolsam, boshqa bo'lsam, yutaman-da ichimga-da, jim yuraman, boshqa qilaman-da. Bu sezadi-da mana shu narsani-da. Aka, undan ko'ra basharamga so'kib tashlang, gapirib tashlang menga. Eting primoy. Urgan yaxshi-da, undan ko'ra. Ha, eting primoy shu narsani, men shu narsani qilmay. Nima qildim men? Nima xato qildim deydi-da. Nima kasal bor? Keyin yorilaman, aytaman. Mana shunaqa bo'ldi, mana shunaqa bo'ldi desa, bo'ldi aka, yezdingda tap berib yo'q, shu narsani yo'q qiladi. Mana shu narsa yaxshi ekan. Primoy yig'siz, yig'ilib bir kun. O'zingiz sezmay qolasiz, qanchalik u odamni yomon ko'rib qolganingizni. Dushman bo'lib qoladi-da odam bir-biriga-da. Ichingizda saqlab yurursiz, sezmay qolasiz-da. Qay payt yomon ko'rib qoldim o'zi buni degan narsa bo'ladi-da ichingizda. O'zbekistonda 2026-yil 1-fevraldan boshlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan mashinalardan foydalanish taqiqlanadi. Bu borada hukumat qarori qabul qilindi. Уже qabul qilinibdi. 50 yildan o'tgan mashinalar уже 50 yil? 50 yildan. Jigulilar bo'ladi-yu. Men bitta misol keldi. 86-yil, mening bizning Jiguli 86-yil edi. Bo'ldi уже все. Bu yildan уже mumkin emas ekan. Bitta misol keldi-da. Bu ves O'zbekistonga o'tadi-da bu qonun, to'g'rimi? Faqat Da, Toshkent O'zbekistonda deyapti-yu. Da. Men o'ylayman, 50 yil bo'lmabdi. 50 yil va undan ortiq bo'lgan mashinalar. Ana, mana shu bilan oila boqayotganlar qanaqa nima bo'ladi deganda, ularga nimadir ligota bo'ladimi ularga balki. Aka, biz u narsaga aqlimiz yetmaydi. Bu narsani biz o'ylay olmaymiz. Telefon endi u meni shaxsiy fikrim. Men tug'miyam bilan o'ylayotgan. Men o'zimni qayoqga qololmayam bilan mana shu savol keldi. Endi uni javobi 2 yillik odamlarda bordir balki. Balkim. Lekin bu narsa boshqa davlatlarda bordi o'zi bu qonun. Bu normalniy narsa. Bu normalniy narsa. Realni. Lekin chet elda bilasiz, eski mashinalarni baribir современныйлashtirib boshqa qilib haydashyapti. O'sha narsani ham sal o'tashlikni qilib ketsa, zo'r bo'lardi. Ularni yangicha motor yoki yangicha kuzov yoki boshqa katalizatorlar qo'ydiradimi balki, nimadir. Chiroyliroq sal Yo, endi 50 yillik mashinada. Antikvar bo'lsa haydashda можно deyilgan-a?
Bu 50 yillik juda eski mashinada tasavvur qiling aka. Bu realni bir tomondan ekologiyaga zarari bo'ladi-da. Endi chekkalarda emas, masalan, Toshkentda ham bir xilda mashinalar o'tib qoladi. Endi bilmayman, u necha tutuni ko'rib ana tuman qo'ritdi, qora tuman qilib, menimcha bunaqalarga rostdan realni ограничение qo'yish kerak. U eskirgandanmikan yoki qaramagandanmikan? Men o'ylayman, qaramaganmikan. Katalizator olib turishdi. Menimcha shu eski mashinalardan qilinadi bu narsalar. Elektrokarlarga ham hali bizda yo'q, utilizatsiya qiladigan joyi. Batareyka. Lekin kirib yotibdi-yu bizda. Da, lekin ketadi o'shalar. уже pul qo'yildi. Yetmaydi unaqa narsalar, uni ham o'tashingga. Lekin hozir mana shu narsaga biz hozir elektrogar sotib olib turganingizda pul to'laysiz o'zi mana shunga. Utilizatsiyaga pul to'laysiz, lekin utilizatsiya qiladigan joyi o'zi yo'q. Balki qurilib turgan. Yo'q, yer sharida qilib bo'lmaydi bu narsani. Trollingizga assalomu alaykum. O'tirib olinglar. Zo'r gap bor. Da, lekin Yo'q, hozir lekin bu narsa yo'q hozir. Faqat buni yechimi quyosh. Faqatgina quyoshga nimaga quyosh jo'natib yuborish kerak. Ha, shu quyoshga jo'natib faqat yo'q qilish mumkin. Atak lekin yer sharida bu narsa necha ming yilda yo'q bo'ladi. Yo'q bo'ladi o'zi. Batareykasi bu juda. Hatta u yoqib bo'lmaydi turgan narsa. O'shanga utilizatsiya yig'iladi-da bizda, lekin o'zi muammoni keyin o'ylashadi. Hozir pulni ishlatib olishadi, u utilizatsiya pulini keyin o'ylashadi muammosini. ya'ni utilizatsiyaga kelganda Men bunchalikligini bilmasdim, например. Men to'g'ri eshitganman, batareykasi anaqa zarar, tudimizda ham anaqa. No, bunaqaligini men bilmasdim. 1000 yilda ham razlogatsiya qilmasligi, что-то с чем-то вообще menga novost bo'ldi. Da, mana shunaqa narsa, bu narsani temasini ham videolari YouTube'da juda ham ko'p. Buni faqatgina varianti, yo'q qilish varianti faqat mana shu quyoshga aniq qilish. Endi bu narsa realniy qilinadi demayapman, no. Mana shunaqa variant bor deb aytishgan. Endi hozirgi современный batareykalarni balkim shunaqa qilib chiqarishayotgandir-ku, no. Blade, men BID Blade-ku, to'g'rimi batareyka? Tipi Blade deyiladi, uni lekin yo'q yechimi. 15 yil, 20 yilgacha yetib beradi batareykani o'zi. Yo'ngisi tushib. Undan keyin nima bo'ladi? Qatga olib borishadi. Hali u momentga kelmadi-da, hali. U narsa bilan stolkivаться qilmadi. Hozircha tabiat maza qilyapti, o'zini tiklayapti, boshqa qilyapti, lekin keyin qanaqa aziyat chekadi? Значит, возможно, baribir ertami kechmi yana o'sha dvigatelga qaytiladi-da. Shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Или bitta qanaqadir bitta tochka qilishadi, o'sha yerda sekin yig'ishadimi? Juda katta-da. Hozir bizga endi kirib keldi. Hatto Xitoylarda u qachondan beri bor-da, to'g'rimi? Qancha bor elektrokarlar? Kuniga necha yuz mingtalab chiqyapti. Shunaqa. Tema Malayziyada yoshlar uchun qariyalar uyida ochildi. Yoshlar uchun? Z pokoleniya. Buni Sizlarda по-любому bor Z pokoleniya ishda, qo'lingizda. Da, bor. Z pokoleniya. Hammasi praktik. Sal qattiqroq gapirsang. To'xta, oyligini ko'tarib ber. Yo'q. Ya, bizlar lekin zo'r tarbiyalaganmiz ularni. Bizda ancha zakаленный, milleniallardan ham battarroq bizlarniki. Komandamizdan довольныйmiz biz. Hop, bu qariyalar uyida masalan anaqa borib tashlab ketilmas ekan. U qo'yib ber videoni. Davay. Malayziyada yoshlar uchun qariyalar uyi ishga tushirildi. Bu siz o'ylagandek boquvchisi, qarovchisi yo'qlar yashaydigan uy emas. Bu yerda hech qanday tibbiy xizmatlar ham ko'rsatilmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, uy yoshlarning ortiqcha ishlash, erta uyg'onishga majburlash va karyera bosimiga qarshi tinch noroziligi ifodasi hisoblanadi. Muassasa falsafasi Xitoydagi Tangping harakatiga asoslanadi. Bu so'zma-so'z tarjima qilinsa, yalpayib yotish ma'nosini beradi. Majmuada yoshlarga o'zlari xohlaganda uyg'onishga ruxsat beriladi. Sabzavot ekib parvarishlashlari ham mumkin. Kayfiyat bo'lmaganda esa shunchaki xayol surib vaqt o'tkazsa bo'ladi. Bu muammoni battar kuchaytiryapti deb o'ylayman bu narsa. O'zi itaki tak. Staraniya yo'q, o'zini anaqasini выгоранияsi juda kuchli, tez выгорание bo'ladi. Nimaga? Men Instagramda hamma успешныйlarni ko'rishadi-da. Da, men sotsialniy set menimcha bunga anaqa. Oson ekan deyshadi. Всё, mana xohlasam bittada boy olaman, mana. No, bu narsani milliondan bittasi chiqayotganini hisobga olishmayapti-da bu narsaga. Ani Instagramdagi blogerlar ham qanaqa? San ham mana shunaqa ko'tarilib ketasan deydi. Qayerdan biladi uni kim ko'ryapti? Вообще, hech nima staraniyasi yo'q odamni qayerdan nima ko'tariladi? Yotib.
Xudo beradi. Ha, realida. Yo'q, men как бы странно изучал, mana shunaqada, Xudo beradidan boshqa hech nimasi yo'q-da. Xudo ham qanaqa qilganga beradi onasini hepsini. Unaqa точка зрения yo'q. Sotgandan keyin shunaqa deydi. Bu yoq Xudodan. Boy bo'lib ketdi. O'zingiz harakat qilmabsiz. Yo'q ekan demay bular. Rizqingiz ekan deyapti. Ikkinchi potokumga qo'shiling. Alo, Bu savolingiz ketmasdan yana darobotga qoladi. Biz ishlab chiqdik, короче. Hozir men shu avlodda rostdan jiyanlarimni ko'rasiz, jiyanlarim mana shunaqa yoshda-da. Hozir bittasi 9-sinf, bittasi 7-sinf, 5-sinf. Вообще gap yoqmaydi ularga, boru bir nima ish qilsangiz ham, вообще yoqmaydi. Ana qiyshib olib, xafa bo'ladi, anaqa bo'lib qiyshib kirib ketadimi uyga, jahl qilib ota-onasi. Men вообще shokdaman bor bu narsalarga ko'ra. Holatlar uchun yaxshi anaqa yechim topdim. Yaxshi bitta insondan dars oldim-da. Mana. Ha. Buni yechimi oddiy ekan. O'zi asli. Hammamiz ichib ko'rgan tabletkamiz. Internet bo'lmagan. Televideniyani biz unaqa ko'rmaganmiz. Faqat multfilmdan boshqa hech narsani ko'rmaganmiz yoshligimizda. Mana narsa 100 yillab to'g'irlanib kelganda, nima kimizki bizda hozir современныйda urib bo'lmaydi boshqa. Asujdayno, lekin men otamga ming rahmat deyman. Meni mana shu rimin bilan urganlariga, boshqa qilganlariga. Yomon graz bo'lib ketardim men ham agar adam bunchalik strogi bo'lmaganlarda g'irt iplos Yo'q, men o'g'ri bir narkoman bir muttaham odam bo'lib yetishardim. Agar adam meni urib to'g'irlamaganlarida. Shunaqa. O'sha vaqt. Nima qilamiz deganimda ketashaganman. Yo'q, ha shunaqa, lekin realni shunaqada. Yomon yo'lda yurganimizda realni mana shu bitta yevoganman, realni, ana men ham aynib ketayotgan Qo'rquv bo'lardi. Dadam ay bilib qolsalar, anaqa urushib, kimdir urib qo'ysa, men uyga borib qo'rqardim-da. Mana shu o'qishdan qaytayotganimda nima bo'ladi, adam mashinalari tursa, o'sha ha, xuddi shunaqa tushungan. Hozir yo'q menimcha bunaqa. Kami hozir zirli deyshadi-yu. Ha, dada keldingizmi? Hech kim yomon odam bo'lmaganda, o'sha tarbiyadan. Hech kim, mana, naborot suitsidlar bo'lmagan. Tarbiya bilan abyuzer yonma-yon turmaydi-da. Bolaga qo'l ko'tarib bo'lmaydi degan narsaga qo'shilmayman. Kerakli payt qilish kerak. Mana prям ana me'yordan o'tkazib yubormasdan kerakli payt qilish. Men ko'rgandiku, hozirgi odam nevarasi, короче, ish yo'qligidan qizni tashlab kelib depressiyadan o'zini o'ldirib qo'ygan. Bobom urush paytidagi bobom Uni zo'rrog'i bor edi, men bu yerda yetib bo'ldim. Xullas, sizlarda mana komanda yangi hali unaqa ko'p bo'lmadi, boshqa bo'lmadi, lekin men mana 8 yildan beri ishlab o'tgan bo'lsam, men ham kichkinaligi uchun shunaqa qila olamiz-da. Manda уже juda qiyin bu narsa. Har ikkinchi kelgan anaqa bolalar mana shunaqa qanaqadir tiyib bo'lmaydi, so'kib bo'lmaydi, yonida yo'talib bo'lmaydi, yonida o'sirib bo'lmaydi. Mana shunaqada. Realniy shaxsiyatiga tegib, uni lичностini уважать qilmasdan binarniy anaqasi, xullas, короче, полный bo'lyapti. Yo'qsiz-ku bilan. Hozirgi современный yoshligi juda qiyin. Har bittasi mana shu katta milliarder, budushi, anaqa. Mensimaydan cho'cha pullar. Oldindan avans bilan meni mensishmaydi sразу. Bo'lsam hozir просто men vaqtinchalik sana joyingda o'zimni bilimimni oshiryapman. Mentalni boy bo'lgan, endi puli kelsa bo'ldi. Unga qaysidir anaqa gadalka etgan, что uni avlodi boy bo'lgan, bu ham boy bo'ladi. Ha, konkretно, chunki yulduz anaqada ko'ringan-ku, o'sha Yupiter orqasidan ko'rindi-yu yulduz bilan. Xullas shunaqa gaplar. Yo'q, ha, malika baraka topsa, komandam rostdan kichkinada, o'zi 4-5 ta odamda. Damsiz ishlaymiz bo'lsa, damsiz ishlaymiz. Tushunasizmi? Bo'ldi, shu tipa ko'rishadi. Realni men mana shu narsasini ham hurmat qilaman, slishkom. Bizlar ham shunaqa edi, masalan, boshida, kichkina paytida, bitta oila bo'lasa, kattaroq bo'lgandan keyin o'sha kontrolingiz xuddi shunaqa narsa, shunaqa narsa. Bizda ham bu dushim balki o'zgarar. Hozir mashinistlar juda anaqa katta anaqalar chiqib ketdi-da. Juda masshtabni, juda aqlli yo'llar bo'lib ketdi hozir. Yo'lni sizlarga tushuntiraman, o'rgataman. Internetda go'yoki kasal bolalar uchun xayriya tashkil etib odamlardan pul yig'ib kelgan shaxs ushlandi. Jizzax shahri Zargarlik mahallasida yashovchi fuqaro ichki ishlar organiga murojaat qilib, noma'lum shaxslar uning farzandi tasvirlaridan foydalanib,
Telegramdagi turli guruhlarda ehson puli yig'ishni yo'lga qo'yganini bildirib, ularga chora ko'rishni so'ragan. 5 ta случай eshitdim. Ha. Mana anaqada blogerlar hozir borishyapti-yu, ana nogironlarga, ana kasalmandlarga va shularga yordam beringlar deb borishyapti-yu. O'sha bloger tashlagan nomerlarga telefon qilishayotgan ekanda, короче, ana sodda odamlarga bo'lishni kod keldi, men sizga manimcha summa 5 summani aytadi. $12,000 mana xayriyani yubordim, короче, qabul qil bo'ldi. Shuna kodni aytib, uni balansiga Eshitdim bunaqa narsani. 5 ta случайni eshitdim. Bu hayvon deb hisoblayman. Men anaqa shunga o'xshash uni masjidga qilingan ekan. Ehson qilinib turganda, QR kodni aytmayapsizmi? Kimdir o'zinikini qo'yib qo'yganmi? yo'q, voy shunaqa ham bo'ptimi? Anaqa Men o'shani ko'rgan edim. O'zini kartasini qilib qo'ygan, hamma tashlab ketadi. Ana ehson voy onasini emsa. Yo'q, anaqa Ideya berdilar. masjidga ehson qilaman, ana qurilishga pul yig'ishib turgan ekan. Mashina qilib domlaga qilgan. Shuna kattaroq summa qilmoqchi edim va kod boradi aytgan, u naborot yechib olgan pullar. Balin. Yo'q, buchi odam morali qanchalik anaqa bo'lishi kerak deydi. Uli bo'lgan-da, morali o'li bo'lgan. Morali yo'q-da ularni. o'sha-da bu prям faqat bu dunyoda yashayman deb o'ylaydi-da, tushunasizmi? Prям u yerda hech nima yo'q degan ubежденияsi bo'lsa-da, odam qila oladi bu ishni deb hisoblayman. Diniy anaqasi bo'lmagan-da, ma'lumoti bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, ta'lim bo'lmagan, tarbiya bo'lmagan. Faqat masjid o'zida yashayman, ketdim, o'lgandan keyin nibitiya degan ubежденияsi bo'lsagina qila oladi deb o'ylayman. Keyin bunga naказание ham juda og'ir emas-da lekin. Hozir 5 yil o'tirib chiqadi. Yo'q, aka qarang. Agar mana bunaqa melki bir nima bo'lsa, agar o'sha ущербni возмещать qilib bersa, ish yopilib ketadi-da. Yo bu реально bor narsa. Masalan, просто proba qilib ko'rarkan-da. Ha, o'xshasa o'xshadi. O'xshadi, o'xshamasa pulni qaytarib beraman. Da. Mana shunaqa holat bo'lib qolgan и mana bu juda ham крупный summalarda bo'lib ketadi-yu. 5-6 ta odamlar qilib turib, bittasi bo'yniga oladi, u kirib ketadi, bo'ldi, все. Men so'radim anaqa, masalan, qamaldi odam, u bu bo'lib, nima bo'ladi, итог to'lab berish kerakmi deb so'radim. So'rasam, qamalib yurgan paytida ishlar ekan, qamoqda o'zida oylik berillar ekan. O'sha oylikda ham hammasi emas, nechtir foizi o'shani 15% o'tadi. 15%mi? O'shani ana qoplashga ketar ekan. Keyin chiqqandan keyin ham qanaqadir ofitsialniy joyda ishlasa, o'sha oyligidan 15% o'sha masalan $2 milliard mana shu uxlatib ketgan. O'shani umr bo'yi возмещать qilib beradi. Bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Qandoq? Bola yig'ib ketdi-yu, prям sotuvchilardan telefonlarni yig'ib ketdi. Общий summasi nechadir $1 million chiqdi-da. Srok oldi, kirib ketdi. Qaytib chiqqanidan keyin oyiga 220 ming so'mdan hammasiga teng taqsimlab beradi. Shunaqa bo'lib qolgan. O'shanga qo'rqish yo'q-da. Krupniy odamlar yig'gan hammasini и 11 ta odamga 220 ming so'm, 22 ming so'mdan bo'lib beradi. Lekin puli yo'q tegi bilan. Har oy. Yo'q deydi. Hech kim tributsiya ham qila olmaydi. Nomida hech nima bo'lmas ekan unaqa odam. Bolada ham pul bo'lmagan-da. Nomida mashina bo'lmaydi, uy bo'lmaydi. Ha, pul bo'lmaydi, ha. O'sha bo'ldi, shu 220 ming so'mdan bo'lib beraveradi o'sha bo'ldi. Nomida hech nima yo'q bo'lsa, mip ham olib qo'ya olmaydi. Hech nima ola olmaydi. Unaqa nomida bo'lmas ekan. Noto'g'ri qilishgan. Endi shunga menimcha shu sabab deb o'ylayman. Bunaqa mashinasi juda ham kuchayib ketib turgani. Biznesdagi odam ham взлет падение bo'ladi, qarzga botib qolish bo'ladi-da. Просто men qarzga botib qolgandan осуждать qilmayman, честно. Любой odamni boshidan o'tgan, любой odamda period bo'ladi. Lekin bularda men осуждать qiladigan joyim изначально qaytarmayman degan nastroy borligida. Bo'ldi, shu o'sha uxlatib ketish nastroyida, tushunasizmi? Uxlatib ketish. Ya'ni baribir ertam kechmi uzaman, xudo xolisa mana harakat qilaman, uzaman degan narsasi yo'qligida problema deb hisoblayman. Men ham tushib qolganman. Bu odam tushib qolgan-da. Men endi boshlayotgan paytlarimda mana shu 3000 mi qanchadir dollar samarqandlik odammi deb tushib qolganman, qattiq tushib qolganman. Malikadami? Yo'q, Navoiy ko'cha bo'lsa kerak. U paytda anaqa bo'lardi. Navoiy ko'cha buzilib, men Abu Saxiga o'tgan edim. Abu Saxida o'zim harakat qilib, paytda 3000 5000 deding. U hozirgi bir gideta bir $20,000 to'g'ri kelardi. 3000 pulda u paytda. Endi ikki xil payti hali. Har haftada masalan ishlashim kerak, ham u yoqqa qatnashim kerak, Samarqandga qatnashim kerak, pul ber deb ishing tiyib o'tirishim kerak. Yaxshi o'sha именно pastashlik menga bergan odam to'g'ri tushunib, shu narsani sabr qilib, bir 6-7 oyda amallab o'sha narsadan qutuldim. 0 gacha. Xudoga shukr chiqib ketdim o'shandan.
Yaxshi. Shunaqa yo'q, hammada bo'ladi turbulentность. No, ana qaytarmayman degan nastroy bilan izначально kiydirib ketaman degan nastroy bilan boshlash. Да. U endi u уже krisani. Bu mashinitство, mashinitство. Nechta odamda bo'ldi shunaqa narsa menda. Yana yaqinda bittasi. Yaxshigina biznes qilib yuruvdi, noutbuklar sotib, boshqalar qilib, o'qilib, Amerikaga ketibdi-da, viza berib qolgan, Amerikaga borgan, Amerikada shu yerda qolib ketibdi. Qarz olibman, polni? Butun o'sha anaqalar, nima deydi? Pul olib ketmagan, deb o'tdan-da, главный, men eshitishim bo'yicha bu yerdan pul olib ketmagan. Bor puliga o'sha yerda bir nima qilib, o'sha 1000-2000 dollar bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda qolib ketgan. A bu yerdagi qarzlar, boshqa narsalar uni sheriklariga tushganmi, nima bo'lgan? Bersa berdi, bermasa yo'q, bo'ldi, qolib ketgan. U просто yopib qo'ygan hayotni. Просто takka. Bizda ham tugadi, shu ham tugadi. Ana do'stlar, bizda tugadi. Bu nima degani? Bizamiz ekan tugatamiz degani. Bir dona chaqdim-man, ko'rdinglar? Endi umrim oxirigacha minnat qilasan-da, o'sha pista sho'raysiz. Mingga oldim. Donat qilaveramiz. Hamma O'shan yoki yopiq kanalni sotib olsangiz, Yopib ketadi. Chakras 29 ming ekan. Yandex puli bilan bichuna bashdan-bash bo'lib ketdi. Rostdan yoqdi. Menga ana kechagi formatda men bu rostdan Skype'im o'tirdim, chestno. Kechagi ham zo'r bo'lgan edi. kechaga asujat qilyapsizmi? Yo'q. Просто menga bu novinka-da. Men bunaqa gaplashib o'tirmagan edim hali. Tем более под камерada. Podkast stilida. Rostdan gaplashib o'tirmagan edim. Skype'im maza qildim, real, baraka topinglar. No, joizli joyida o'tirdingiz, anaqa, lekin xosiyatsiz ramkadan chiqib turdi. ketdingiz. Xosiyatsiz turdi, xosiyatli gaplarni gaplashdi. Yo'q, yaxshi, zo'r gap bo'ldi. Sizni ham muxlislar masalan boshqa tomondan ham ko'rishdi. No-da, faqat ana maynochilik obrazlarda emas-da. Ya'ni bu Mama. bu ham odam ekan bilyapti. Bo'ldi. Uni ham hissiyotlari bor ekan. Boshqa ishim yo'q edi. Xosiyatli joylarimizda kesib tashalmasa. Bular ham ayni o'sha joylarga kelsa, gryaz joylar. Zo'r narsalarni gaplashdik, u javob kesiladi u joylari. Da, eng so'klari balkim da. Shastga hozir nimaga siqilib o'tiribdilar deysizmi? Men bilaman. Qaysi zakon uchun siqilib o'tiribdi? Lekin yopiq kanalimizda maksimalni kesilmagani bo'ladi, to'liq varianti, xudo xolasa, Menda menimcha. o'z telefonga ham olgan joylarim bo'ldi, o'shalarni Ayyo. diktafonni yoqib o'tirdim. Shunga Mana bunaqa gaplar bo'lganda nimaga chiqarmanlaring? Yopiq Telegram kanalimni oti xosiyatsiz, hech joyga qo'shilgan. Tarbiyasizlar. do'stlar, akalarimizga ham kattakon rahmat, Jasur aka shunchalik kelib, поддержка qilib, yo'qdimi? Boringlarga shukr. Xosiyatli so'rashadi. Shavni ham qilishmadi mana. To'ydi va bunaqani gryaz temalarimiz yo'q edi. Kamera yoqishdan oldin. Maksimalni ochiq, yashirmasdan borimizni ko'rsatishga harakat qildik. Da, mana To'xtang. Xullas, yoqdi degan umiddamiz akalar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Nexus jamoasiga kattakon rahmat deb qolamiz va kelajakda omad. Oxirgisi bo'lmasin, albatta, kallablarimiz xudo xolisa tez-tez chiqib turadi, ko'rasizlar. Bo'pti. Joningiz sog' bo'lsin. Yana kechlikka yashiraveramiz.